Azizlarim, salomatmisiz? Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. Obyektni topshirganimizga mana 1 sutka to'ldi, lekin biz hali ham shu joydamiz. Sababi patnis yetib kelmadi. Patnis yetib kelishini kutib o'tiribmiz. Shu boisdan sizga hozir bu obyektni ishlash prinsipi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana bu sug'orish tizimi. Mana xuddi shunaqa holatda sug'oriladi. Mana bu drenaj tizimi, mana trubadan suv oqadi. Mana bu yerda ko'rinmaydi, hozir naryoq tarafdan ko'rsataman. Drenaj tizimi nima uchun kerak bo'ladi desa, ko'pincha yerga suv tushishi kerak bo'lmagan joylarda mana shunaqa drenaj tizimi qilinadi. Bu bizni o'zimizni yondashuvimiz xosatan. Demak, sug'orish tizimi mana shunaqa. Bu avtomatdan boshqariladi, avtomat. Mana bu shitda o'rnatilgan, taymergacha qo'yilgan. Mana taymer hozir qo'lda boshqariladigan holatda turib qo'yilgan. Bunaqa avtomatdan ikkita qo'yilgan, chunki ikkita nasos. Bu mana shu joyni egalari iltimos qilishsin, nasoslarni ikkita qilib beringlar. Bittasi mana shu ichkariga ishlaydigan qilib, ikkinchisi tashqi narigi xonaga ishlaydigan qilib nasoslar qo'yilgan. Xullas, yoritish tizimini ko'rib turibsizlar. Yoritish tizimi shunaqa qilinganki, bu ham iqtisodga mo'ljallangan. Ya'ni har ikkita qatorga bittadan tumblor qo'yilgan. Mana bu tumblorlar o'chirilishi bilan qatordagi chiroqlar o'chadi. Demak, bu yoritish tizimiga taalluqli narsa. Xullas, shunaqa narsa bu. Mana hammasi iqtisodga qaratilgan, iqtisod qilishga. Mana ko'rdinglar. Xullas, bu yoritish tizimi. Endi sizlarga yana bitta narsani ko'rsataman. Bu aeratsiya shunaqa narsaki, bu bug'doyni tayyorlashda ishlatiladigan moslama. Mana bu moslama. Hozir nima bo'lishini ko'rasiz. Aeratsiyani yoqamiz mana tumblordan. Bulardan yoqdik, ichga tushdi. Buni ichiga don solinadi. Donni yuvib tozalab solingandan keyin mana shunaqa holatda donni o'tirishga tayyorlanadi. Bu aeratsiya tizimi. Ular suv baklarida saqlanadi. Baklarda saqlanishining sababi suvni mana bu xonani haroratida bo'lishligi. Endi yana bitta narsaga e'tiboringlarni qarataman. Bu mana bu ventilyatsiya tizimi. Ikkita ventilyator